O'rtoqlar, aka-ukalar, iPhone sotib olgan deylar, mana sotib oldim. Bitta sharti bo'lsa. 1 sekunddan vaqtingiz ketmaydi. Mana menga obuna bo'lasizlar. Mana bu yerda Instagram kanalim bor. Kanalimga shundoq kirsanglar, mana kanalimga obuna bo'lasizlar. Bo'ldi, boshqa hech balo yo'q. Yaxshilab qaranglar, hech qanaqa sponsor yo'q, reklama yo'q, hech kimdan pul olmayapmiz. O'zimizdan yonimizdan xarajat qilib shu narsani olamiz. Nimaga? Sizlarni xursand qilish uchun. Sizlar aytasizlar-ku, ana, aka, shuncha sizni qo'llab-quvvatlayapmiz, gonkalarda podдержка qilyapmiz, obunachingizga nimadir sovg'a qilmaysizmi? Mana. Давайте qatnashinglar. Bosinglar, gazini bosinglar. Ishonmayotganlar, bugun 15:00 da soat 3 da efir bo'ladi. Efiriga kirsanglar 50 millionning g'olibini aniqlaymiz. Yana undan keyin 3 marta bo'ladi 50 milliondan. Bu degani 150 million. Bundoq hisoblasanglar 150 million bilet $12,000 da, $12,000 hech kim просто tak berib olmaydi-da. Mana imkoniyat, foydalaninglar, bosinglar, давайте. Mana shu videoni maksimalni o'rtog'inglarga mana repost deganda ko'pchilik tushunmayapti-da. Repost degani mana bu videoni olib, mana ko'rasizlar, samolyotda bosib o'rtog'inglarga, do'stinglarga jo'natib tashlaydi. Eng ko'p o'rtog'iga yuborgan, do'stiga yuborgan odamga bitta mendan iPhone sovg'a. Mana gap. Ko'rishamiz, rahmat, sog' bo'linglar.